kirish bu avgust oyining asosiy pensiya intrigasi. Men bugun pensiya oladigan, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan, ota-onasining pensiyasini rasmiylashtirayotgan yoki oilasida nafaqaxo'r bor har bir inson uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap faqat avgustda pensiya oshadimi yoki yo'qmi degan oddiy savol haqida emas. Gap sizning qo'lingizga qancha pul kelishi, qayta hisob-kitob bo'ladimi, kimdir qo'shimcha to'lov oladimi, kimdir esa aksincha hujjatdagi xato sabab puldan ayrilib qolmaydimi degan masala haqida ketmoqda. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumot bir kun kelib sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Men pensiya masalasida eng ko'p uchraydigan xatolarni ko'p ko'rganman. Odamlar ko'pincha menga hamma narsa avtomatik hisoblanadi. Davlatning o'zi biladi. Men aralashmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida ko'p narsa hujjatga, stajga, ish haqi ma'lumotiga, imtiyozga ariza topshirilgan sanaga va hatto bank kartasi faol yoki faol emasligiga bog'liq. Avgust oyidagi asosiy intriga ham aynan shunda. Kimning pensiyasi oddiy tartibda keladi, kimniki qayta ko'rib chiqiladi, kim qo'shimcha to'lov kutishi mumkin, kim esa o'z vaqtida harakat qilmasa, oyma-oy yo'qotishga duch keladi. Avvalo oldin qanday bo'lganini tushunib olaylik. Ilgari ko'pchilik pensiya masalasini juda an'anaviy ko'rardi. Yosh yetadi, hujjatlar yig'iladi, pensiya jamg'armasi bo'limiga boriladi, pensiya tayinlanadi va keyin har oy belgilangan summa olinadi. Agar pensiya miqdori oshirilsa, odamlar ko'pincha televizor yoki qo'shnilardan eshitardi. Kimdir hammaniki osharkan, kimdir faqat minimal pensiya osharkan, kimdir ishlagan pensionerlarga tegmaydi deb turli gap tarqatardi. Natijada aniq ma'lumot bilan mish-mish aralashib ketardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Pensiya tizimi tobora ko'proq elektron ma'lumotlarga, bazalarga, ish staji va ish haqi haqidagi raqamli yozuvlarga tayanmoqda. Bu bir tomondan qulay. Ko'plab ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi, ayrim hujjatlarni odam ko'tarib yurishi shart bo'lmay qoladi. Lekin ikkinchi tomondan xavf ham bor. Agar bazada sizning ish stajingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ish beruvchi eski ma'lumotni topshirmagan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuv o'qilmasa, tashkilot yopilib ketgan bo'lsa, unda siz kutgan pensiya chiqmasligi mumkin. Avgust oyida aynan shunday holatlar ko'proq muhokamaga chiqadi. Chunki yilning ikkinchi yarmida ko'pchilik qayta hisob-kitob, indeksatsiya, qo'shimcha to'lov va hujjat yangilash masalalarini tekshira boshlaydi. Endi asosiy savol, avgustda kim xavotir olishi kerak, kim esa tinchoq bo'lishi mumkin? Men buni oddiy guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyani endi rasmiylashtirmoqchi bo'lganlar. Masalan, erkak kishi pensiya yoshiga yetib kelmoqda, ayol kishi ham belgilangan yoshga yaqin. Ular hali vaqt bor deb yurishadi. Lekin pensiya tayinlashda eng muhim narsa faqat yosh emas, balki staj va ish haqi hisob-kitobidir. Agar siz avgust oyida pensiyaga chiqishni rejalashtirsangiz, hujjatlarni oxirgi haftaga qoldirmang. Chunki bitta arxiv ma'lumoti yetishmasa, bitta ish joyingiz tasdiqlanmasa, bitta yozuvda familiya xato bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Natijada odam men avgustdan pensiya olaman deb o'ylaydi, lekin real to'lov keyinroq boshlanishi mumkin. Masalan, 60 yoshga to'layotgan bir fuqaro 35 yil ishlaganini biladi. U mehnat daftarchasida hammasi bor deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 1994 yildan 1998 yilgacha ishlagan korxonasining muhri noaniq, lavozim nomi tushunarsiz yoki buyruq raqami yozilmagan bo'lishi mumkin. Agar shu 4 yil stajdan tushib qolsa, pensiya miqdori kutilgandan ancha kam chiqadi. Farq har oyda aytaylik 1 ming yoki 300 ming so'm bo'lishi mumkin. Bir yilga hisoblasak, bu 1 million 800 mingdan 3 million 600 ming so'mgacha farq degani. Demak, stajdagi mayda xato aslida oilaviy byudjet uchun katta yo'qotish. Ikkinchi guruh hozir pensiya olayotgan, lekin hali ham ishlayotgan pensionerlar. Bu yerda ham avgust intriganing markazida turadi. Chunki ko'pchilik men ishlayotgan bo'lsam pensiyam qayta hisoblanadimi deb so'raydi. Amaldagi tartiblar mamlakat qonunchiligiga bog'liq, lekin umumiy prinsip shuki, agar pensioner ishlashda davom etsa, uning keyingi davrdagi ish staji va daromadlari ayrim holatlarda qayta hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Biroq bu har doim ham avtomatik, darhol va hamma uchun bir xil bo'ladi degani emas. Shuning uchun men doim aytaman, ishlayotgan pensioner yiliga kamida bir marta o'z pensiya hujjatlarini tekshirtirib qo'ysin. Menga biror narsa qo'shiladimi deb rasmiy so'rashning hech uyat joyi yo'q. Oddiy misol, ayol kishi pensiyaga chiqqan,
lekin maktabda yoki poliklinikada ishlashda davom etmoqda. U 2 yil davomida maosh olgan, ijtimoiy to'lovlar ushlab qo'lingan, ish staji davom etgan. Agar uning eski hisoblangan pensiyasida staj chegarasi yoki ish haqi ko'rsatkichlari kamroq bo'lgan bo'lsa, keyingi ma'lumotlar ayrim hollarda foyda berishi mumkin. Lekin u buni so'ramasa, bazada xato bo'lsa yoki ish beruvchi hisobotni noto'g'ri bergan bo'lsa, foyda ko'rmay qolishi ehtimoli bor. Men buni jim turish solig'i deb atayman. Odam qonundan olishi mumkin bo'lgan pulni faqat tekshirmagani uchun olmaydi. 3-guruh eng kam pensiya, ijtimoiy nafaqa yoki kam miqdorda pensiya olayotganlar. Avgustdagi asosiy savollardan biri ko'pincha shunday bo'ladi. Agar oshirish bo'lsa, hammaniki bir xil oshadimi yoki faqat past pensiyalargami? Bu savol juda muhim. Chunki pensiya oshirilganda u turli shaklda bo'lishi mumkin. Umumiy indeksatsiya bo'lishi mumkin. Minimal miqdorlar ko'tarilishi mumkin. Ayrim toifalarga qo'shimcha ustamalar berilishi mumkin yoki faqat alohida qaror asosida belgilangan guruhlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimniki oshibdi, meniki oshmadi degan gap har doim ham xato hisob-kitob degani emas. Ehtimol qo'shningiz boshqa toifaga kiradi, uning pensiyasi minimal miqdorga bog'langan, sizniki esa boshqa formula bilan hisoblangan. Masalan, 2 nafaqaxo'r bir mahallada yashaydi. Birinchisi 20 million so'm atrofida pensiya oladi. Ikkinchisi 2 million 300 ming so'm oladi. Agar qaror minimal pensiya miqdoriga tegishli bo'lsa, birinchining to'lovi sezilarli ko'tarilishi mumkin. Ikkinchisida esa o'zgarish bo'lmasligi yoki juda kichik bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlikdek ko'rinadi, lekin tizimning ichki mantig'i shunday. Ayrim oshirishlar eng kam daromadli qatlamni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun har bir o'zgarishning kimlarga taalluqli ekanini aniq o'qish kerak. 4-guruh nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya olayotganlar. Bu toifalarda nozik jihatlar juda ko'p. Masalan, nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tish sanasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi ehtimoli bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi esa bolalarning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani, ma'lumotnoma muddati kabi masalalar muhim. Imtiyozli pensiyada esa kasb, ish sharoiti, zararli mehnat sharoiti bo'yicha hujjatlar, buyruqlar va attestatsiya ma'lumotlari rol o'ynaydi. Avgustda o'quv yili oldidan talaba farzandlar bo'yicha ma'lumotnomalar, o'qishni davom ettirish haqidagi hujjatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Endi istisnolar va tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi tuzoq, mishga ishonish. Avgustdan hammaning pensiyasi 20% osharkan, plastik kartaga o'tmaganlarning puli to'xtarkan, ishlayotgan pensionerlardan pensiya olib qo'yilarkan kabi gaplar har yili aylanadi. Men bunday gaplarni eshitganda birinchi savolni beraman. Manba qayerda? Rasmiy qaror bormi? Pensiya jamg'armasi, vazirlik, hukumat portali yoki rasmiy xabarda yozilganmi? Agar manba Telegramda ko'rdim, qo'shnim aytdi. Bankdagi tanishim eshitibdi bo'lsa, bu qaror emas, bu faqat mish-mish. Ikkinchi tuzoq, bank kartasi va to'lov usuliga e'tiborsizlik. Ko'pchilik pensiya miqdorini muhokama qiladi, lekin pul keladigan yo'lni tekshirmaydi. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. SMS xabarnoma ulanmagan bo'lishi mumkin. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. Bank rekvizitlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Keksa odamlar ko'pincha kartani farzandiga berib qo'yadi. Keyin qachon qancha pul tushganini bilmaydi. Men bunday holatda albatta nazoratni saqlashni tavsiya qilaman. Agar pensiya oluvchi keksaroq bo'lsa, farzandlar yordam bersin, lekin har oy tushgan summa yozib borilsin. Bu juda oddiy. Lekin nizolarning oldini oladi. 3-tuzoq, hujjatdagi ism familiya tafovutlari. Masalan, pasportda Yo'ldosheva, mehnati daftarchasida Yo'ldasheva, nikohdan oldingi familiya boshqa, diplomda boshqa yozilgan bo'lishi mumkin. Ba'zida bitta harf farqi ham stajni tasdiqlashda muammo tug'diradi. Ayniqsa eski Sovet davridagi hujjatlarda ruscha, o'zbekcha, lotincha, kirilcha yozuvlar aralash bo'ladi. Men shuni ko'p ta'kidlayman. Pensiya yoshiga 5-6 oy qolganda emas, kamida 2 yil oldin hujjatlarni ko'rib chiqish kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, ism o'zgargani tasdiqlovchi hujjatlar tayyor turishi kerak. 4-tuzoq, arxiv yopilgan, demak stajim yo'qoldi deb taslim bo'lish. Yo'q, bunday emas. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Ba'zida shahar arxivi, tuman arxivi, idoraviy arxiv yoki voris tashkilot orqali ma'lumot olinadi. Albatta bu vaqt oladi.
Lekin 3-5 yil stajni tiklash pensiya miqdoriga katta ta'sir qilsa, bu harakatga arziydi. Odamlar ko'pincha bir marta borib, topilmadi degan og'zaki javobdan keyin to'xtaydi. Men esa har doim yozma ariza berishni, yozma javob olishni, zarur bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qilishni maslahat beraman. 5-nozik jihat: qo'shimcha to'lovlar va kompensatsiyalar. Ayrim fuqarolar, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar, parvarishga muhtoj shaxslar yoki alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirishi mumkin. Lekin bu maqomlarning hammasi avtomatik aniqlanmaydi. Ba'zan odamning qo'lida hujjat bor, lekin pensiya jamg'armasi bazasida aks etmagan bo'ladi. Ba'zan mahalla, tibbiy muassasa, ijtimoiy xizmat yoki boshqa idoralardan qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladi. Shuning uchun men shunday toifaga kiraman, lekin hech narsa olmayapman degan odamlar albatta o'z maqomini hujjat bilan tekshirtirishi kerak. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z pensiya holatingizni aniqlang. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, oxirgi 3-6 oyda qancha pul tushganini yozib chiqing. Har oy bir xilmi o'zgarish bormi, qachon tushgan? Ushlab qolish bo'lganmi? Kartadan yechib olingan summa bilan kelgan summa mosmi? Shularni tekshiring. Agar farq bo'lsa, darhol bankdan ko'chirma oling. Bank ko'chirmasi juda muhim, chunki u og'zaki gap emas, aniq hujjat. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki rasmiy elektron xizmatlarga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing: mening pensiya miqdori qanday asosda hisoblanganini, ish stajim necha yil deb olinganini, qaysi davrlar hisobga kiritilganini, qayta hisob kitob uchun asos bor yo'qligini ma'lum qilishingizni so'rayman. Juda muhim ekan, oshirib bering deb umumiy yozmang. Aniq savol bering. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. Uchinchi qadam, hujjatlarni tartiblang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, diplom yoki harbiy xizmatga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlari, bank rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vafot etgan shaxsga oid hujjatlar talab qilinadi. Har bir hujjatdan nusxa oling, aslini alohida papkada saqlang. Hujjatlarni telefonda suratga olib qo'yish ham foydali, lekin rasm har doim rasmiy nusxa o'rnini bosmaydi. 4-qadam, ish stajingizni mustaqil tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir ish joyini sanalar bo'yicha yozib chiqing. Qachon kirdingiz, qachon chiqdingiz, lavozim qanday, korxona nomi qanday, muhr bormi, buyruq raqami bormi? Keyin pensiya jamg'armasi hisoblagan staj bilan solishtiring. Agar siz 32 yil ishlaganman deb bilsangiz, lekin hisobda 22 yil chiqsa, farq qayerdan kelganini topish kerak. Bu farq ba'zan 2 oy emas, butun 34 yil bo'lishi mumkin. 5-qadam, yozma javob talab qiling. Og'zaki tushuntirish foydali bo'lishi mumkin, lekin keyingi bosqichda sizga yozma javob kerak bo'ladi. Agar sizning tajingiz hisobga olinmasa, nima sababdan olinmaganini yozma ko'rsatsin. Hujjat yetarli emas. Arxiv ma'lumot kerak. Kelmaydi. Ish haqi tasdiqlanmagan kabi sabablar aniq yozilsa, siz keyingi harakatni bilasiz. Sabab yozilmasa, odam havoda qoladi. 6-qadam. Agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Avval hududiy bo'limga murojaat, keyin yuqori turuvchi tashkilotga, zarur bo'lsa adliya organlari, xalq qabulxonasi yoki sud tartibida murojaat qilish mumkin. Men shuni doim aytaman, shikoyat janjal qilish degani emas. Shikoyat bu o'z huquqingizni hujjat asosida himoya qilish degani. Ayniqsa pensiya kabi har oy takrorlanadigan to'lovda 100 ming so'm farq ham yillar davomida katta pulga aylanadi. Endi avgust oyining asosiy intrigasiga qaytamiz. Menimcha, bu intriga 3 ta savolda jamlangan. Birinchisi, pensiya miqdorlari bo'yicha rasmiy o'zgarish bo'ladimi va u kimlarga taalluqli bo'ladi? Ikkinchisi, qayta hisob kitobdan kimlar real foyda ko'radi? Uchinchisi, hujjati tartibsiz bo'lgan odamlar bu oyda muammoga duch keladimi? Mana shu 3 savolga tayyor bo'lgan odam yutadi. Tayyor bo'lmagan odam esa mish-mish eshitadi, navbat kutadi, hujjat qidiradi va oxirida nega menga vaqt aytishmadi deb afsuslanadi. Yana bir real hayotiy vaziyatni olaylik. Onaxon 900 ming so'm atrofida pensiya oladi. Unga qo'shnisi avgustda hammaga 200 ming qo'shiladi deydi. Onaxon kutadi, pul tushadi, lekin o'zgarish sezilmaydi. U xafa bo'ladi. Aslida esa rasmiy qaror umuman bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki bo'lgan taqdirda ham faqat ma'lum toifaga tegishli bo'lishi mumkin.
Agar onaxon oldindan rasmiy manbani tekshirganda keraksiz asabiylashmasdi yoki aksincha holat. Otaxonning pensiyasi oshishi kerak edi, lekin ba'zida uning imtiyozli maqomi ko'rinmagan. U hammaga shunaqa ekan deb yuraversa, o'z pulini yo'qotadi. Tekshirtirsa, qo'shimcha to'lovni keyingi oylarda ham. Ayrim hollarda o'tgan davr uchun ham talab qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana bir misol, farzand onasining kartasidan pul yechib beradi. Har oy hammasi joyida deydi. Lekin ona aniq summani bilmaydi. Bir kuni pensiya kam tushgandek tuyuladi. Bankdan ko'chirma olinmaguncha muammo pensiyasi hisobida ekanmi, bank xizmat haqidami, karta orqali boshqa to'lov ushlanganmi yoki oilaviy tushunmovchilikmi aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun men keksalarga ham, ularning farzandlariga ham aytaman, pul masalasida shaffoflik bo'lsin. Har oy tushgan summani yozib boring. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib, xulosa qilib aytsam. Avgust oyidagi pensiya masalasida eng katta xato kutib o'tirishdir. O'zi bo'lar, hamma biladi. Menga tegishli emas degan fikr sizni puldan, vaqtdan va asabdan mahrum qilishi mumkin. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, miqdorini tekshiring. Agar pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni hozirdan tayyorlang. Agar ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, qayta hisob-kitob imkoniyatini so'rang. Agar imtiyozli toifaga kirsangiz, hujjatingiz bazada aks etganini tekshirtiring. Agar farzandingiz yoki ota-onangiz pensiya olsa, ularga bu jarayonda yordam bering. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Pensiya bu faqat davlat tayinlaydigan summa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, to'lagan badallaringiz, yig'ilgan stajingiz va hujjat bilan tasdiqlangan huquqingiz natijasidir. Huquq esa tekshirilsa, himoya qilinadi. Tekshirilmasa, ko'pincha qog'ozlar orasida qolib ketadi. Sizning fikringiz qanday? Avgustda pensiya bo'yicha eng ko'p qaysi savol odamlarni o'ylantiryapti? Pensiya oshishi, qayta hisob-kitob, karta orqali to'lov, stajdagi xatolar yoki imtiyozlar masalasimi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz, pensiyaga yaqinlashayotgan insonlar va oilaviy byudjetini oldindan rejalashtirmoqchi bo'lganlar uchun juda muhim.